Sizlar bugun mana konteynerda maydalab profil qilib, shunaqangi birinchi qo'l sexiga keldik. Bu yerda hozir qanaqa profillar chiqadi, konteynerdan nima mahsulotlar chiqadi, bularning to'liq ma'lumotini Abdulaziz akam o'zlaridan olamiz. Assalomu alaykum aka. Charchamasdan. Sizlar xo'p aka, konteynerdan nima mahsulotlar chiqaryapsizlar, nimalarni tavsiya qilamiz xalqimizga? Konteyner listlaridan har xil razmerda profillarimiz bor. Aha. S profillarimiz bor, P profillarimiz bor aka. Aha. S profillarimiz stenasi 2 bo'ladi. Stenasi. To'rga 2 xil bukilgan, uzunligi 2.30. Bular juda ham ko'p narsalarga ishlaydi. Hozir asosan sotib turganimiz uzun tokka olishyapti, asosan hozir. Uzun tokka, qo'yxonaga, molxonaga firma ham qilyapti aka, raykalikka ishlatishyapti, hammasidan ham-da. Mustahkamligi yaxshi. Mustahkamligi aka sizni bemalol ko'taraveradi aka, ustiga chiqinglar mana. Va sinab ko'ramiz. Chiqing mana ustiga bemalol. Mana ko'rishlaring mumkin, ancha muncha egilib bukilmaydi. Ketmaydi. Stenasi 2 bo'ladi qalinligi. Buni ham razmerlari aka 10 sm dan ketaveradi. 10, 11, 12, 13. Narxi 30 mingdan 40 minggacha bor narxi bilan. 30 mingdan 40 minggacha. Uzunligi 2.30 bo'ladi. Uzunligi 2.30 bo'ladi aka. Va bu 10 sm dan chiqqan, bu 11 sm dan chiqqan, 12 sm dan chiqqan aka rasxotida. Ertaga oltiga turlarimiz bor aka. Mana Hardor akamiz keldilar. Bular narxi oltiga turlarimiz 6 sm ga 4 sm yonlikdan bo'ladi. 2.60 bo'ladi uzunligi. Buni bir donasi 65 ming so'm. 65 ming. Asosan aka molxonalarga katta 1 skat, masalan 2 skat ahori firma qilib bez usti mana shu firma to'qishyapti. 6ga 4, 4ga 4 ikkitasini bitta qilib. Hozir hali konteyner tomlab yopsa shu tenda mahsuloti. Asosan mana shu chidamliligi ancha baquvvat buni. Ichi ham tashi ham kreska bo'ladi. Stenasi 1.8 bo'ladi. Stenasi 1.8. O 10 metr, 9 metr, 15 metrga doğru mana shunaqa qilyapti. 15 metr. 15 metrga doğru qilishyapti aka. Bular hozir uzunligi qanchada? Uzunligi 2.60 bo'ladi. 2.60. Narxini aytdingmi? Narxi 2.60ligi 65 ming so'm, to'rga turlarimizda. Bu ham 2.60, 47 ming so'm bir donasi. Donasi. Bu kapalak nimalarimiz, kapalak raykalik deyiladi. 11 rasxot, 10,5 rasxotdan chiqqan. Buni bir donasi 31 ming so'm. 31 ming so'm. Buni ham narxi razmeriga qarab o'zgaraveradi. 30 mingdan shu 40 mingga qarab ketaveradi. Rasxotiga qarab. 2.60 mi uzunligi? Yo'q, bu 2.30 bo'ladi. Bu tomlisdan chiqqan ha. Teplitsa materiallarimiz ham bor aka. Mana shularni ham teplitsaga olib ishlatsa bo'laveradi aka. Teplitsaga dugalarigacha qilib beraveramiz. Chiroyli qilib necha metrga desa keltirib beraveramiz. 7 metr deymi, 10 metr deydimi, farqi yo'q. Latoylarimiz ham bor aka, teplitsa bor. Teplitsaga latoylar. Buni ham aytilgan razmerda chiqarib ber. Maysa hozir 30 lik rasxot. 30 lik. 10 sm dan bukilgan. Metr 39 mingga chiqadi buniki. 1 metr 39. 1 metr. Endi narxi shu aytganimdek razmeriga qarab o'zgaraveradi narxi. Kattaroq bo'lsa qo'shilaveradi. Qo'shilaveradi narxi. Kichikroq bo'lsa kamayadi. Xo'p, o'zlaringizda tom yopish xizmati ham bormi? Hozir konteyner tomlarni yopish xizmati? Bor aka. Yopib berilaveradi. Yopib berilaveradi. U xizmatlar ko'rsatilaveradi O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab aka. Xo'p, oxirlar ham yasaladi. Oxirlar ham yasab beramiz aka. Qo'y oxir, mol oxir. Qo'y oxir, mol oxir, buzoq oxir aka. Hozir pastda chiqarib qo'yganlarimiz bor. Bo'llar ishlayapti aka. Buni ham ko'rsatib o'tamiz hozir, xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, mana bu yerda bolalar ishlayapti. Shu yerda xullas konteynerlar kesilib, mana shu yerda profil holatiga keltiriladi. Shunday mana shu holat list bo'ladi, mana shuni tekizlab turib aka. Tekizlab kesiladi bu yoqda, kesib. To'rga to'rib chiqarib yuboramiz mana shu holatdagi. Bu yerdagi svarkasini qilishadi. Svarka bo'lib tayyor bo'lib chiqadi aka. Hozir necha xil mahsulot chiqadi o'sha sizlarda? Juda ko'p aka. Ko'p, ha. Misol, mana konteyner mahsulotidan bunaqa narsa kerak deb o'zingiz taklif bilan chiqsa ham qilib berilaveradi. Chiqarib beramiz aka, muammosi yo'q uni. Xudo xolasa. O'zimizda hamma apparat o'zimizdan aka, stanoy. Stanoylar ham bor o'zlaringizda. Endi mana oxirlarimiz bu yoqda. Bu mol oxir aka bu. Uzunligi 2.30 tomlisdan chiqqan. Bir donasi 320 ming so'm mana shu holati. Mana shu holati. Bir tomon 2 marta bukilgan. Narigi tomoni 1 marta ham bukilgan bo'lishi kerak. Mol turadigan tomoni haligi. Masini kesib qo'ymasin. Kesib qo'ymasin.
Xo'p, buni tayyor oxir holatga qilib ayaqlarni qilib beradigan bo'lsangiz necha pulga tayyor bo'ladi? Endi narx qo'shiladi uni. Tayyor holatda bo'ladigan bo'lsa 400 mingga chiqadi. 400 mingga. 420 ming atrofida chiqadi. Asosan shu holatda sotamiz, uni ham. Zakat holatda sotiladi. Chiroyli qilib ikkala yonini yopib oyoq qo'yib berilaveradi aka. Zo'r. Endi turba ham chiqarib beriladi. Hozirga yo'q, lekin turba chiqarib beraveramiz aka, apparatlar bor. Turba mana o'choq deydim aka mana. O'choqlar ham bor aka, zakat o'pkasi. Aytilgan razmerda chiqarib beramiz turbalarni ham. Turba o'shadi. Ha. Turba endi 300 dan 250 dan tepasi ketaveradi. 250 dan tepasi chiqarilaveradi. Ha, chiqarilaveradi. Chiqarilaveradi. O turbalar asosan nimaga ishlatishadi? Asosan suv tortgani ishlatishyapti hozir. Ko'llarga ishlayapti aka. Nimasi bo'lmaydi, xudo xolasa stipti bo'lib, hali suv qo'yib yubormaydi, xudo xolasa cho'tki bo'lib. Yaxshilikdan qilib beramizda uni. Aha. Xudo xolasa. Zo'r. Endi xudo xolasa aka. Bu maslaqangi biznesda maslaqa ish boshlayman deydiganlarga, boshlayman deydiganlarga maslahat berib, apparat kerak bo'lsa topib beramiz hammasidan. Xudo xolasa. Necha pul bilan boshlasa bo'ladi? Xo'p, Primerni mana shu ishni boshlab olish uchun stanoylarga qancha pul ketadi? Bitta konteyner necha pul hozir? Endi bitta konteyner o'zi aka hozir yetib kelishi Toshkentda o'zi hozir 1600 hozir. Toshkentda o'zida. 1600. 1600 Buni ham razmeri bor, katta kichigi bo'ladi konteyner. 290 ligi bo'ladi, 260 ligi bo'ladi. Lekin uzunligi bir xil 12 metr bo'ladi. Bir xil, ha 12 metr bo'ladi. 12 metr bo'ladi. 1600 dollar. Xo'p, stanoylar necha pulga to'xtaydi? Endi stanoylar aka har xil u ham aka. Xo'p, bitta ishni misol boshlab olgani. Kimgadir anaqa biznes bilan bo'lib qoladi-da, bu videomiz foydali bo'lib qoladi. Shunday aka. Xo'p. Apparatlar aka bir 20 ming 30 ming atrofida ketib qoladi. 20 ming 30 ming stanoylarga ketadi. 25 ming ketadi. Aha. Ketib qoladi stanoyda o'ziga. O'rtacha bir 30 ming bilan ishni boshlab olsa bo'ladi. Boshlasa bo'ladi. 30 ming bilan boshlasa bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, sizlar mana qo'ldan kelgancha Abduhafiz akam bilan birga bir foydali video bo'lsin deb video tayyorladik. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qo'yasizlar. Bu videoni shunaqa profil biznesga qiziqadigan do'stlaringga jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, pastda nomerlar qoldirdik. Kimga qiziq bo'lsa, yana biz beralmagan ma'lumotlar bo'lsa, telefon orqali bemalol o'zlaridan ma'lumot olishlari mumkin. Ekrandagi nomerlar aloqaga chiqib, mana profillar zarur bo'lsa, yo oxirlar zarur bo'lsa, bemalol zakaz qilib ishlarini bitiraverasizlar. Bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.